shifosi bo'lgan namozni buyurdi. Biz sizga jasadingizni shifosi bo'lgan hijomani vasiyat qilamiz. Ummatingizni hijomaga buyuring dedi. Juda ko'p hadislar bor, xulosasini aytaman. Sizlar davolanadigan shifolarning ichidagi eng afzali hijoma dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu boshini tevasidan qon oldirganligi, mana ikki chekkadan qon olganligi hadislarda rivoyat qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytib o'tdik. O'limdan boshqa narsaga dori degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ba'zi hadislarda 72 ta kasalga dori degan. Hijoma qilishga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan sunnat amallardir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dushanba, seshanba, payshanba kuni hijoma qildirgan ekan, chorshanba, shanba man qilgan ekan. Subhanalloh, sunnatni ko'ringki, dushanba, seshanba foyda qilgan narsa chorshanba kuni ziyon qiladi degan ekan Rasululloh.